Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz yana Usmonov qiladi. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni tamomlab egalariga topshirib ham bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand shahrining o'ziga olib kelganmiz yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi bu klient xohishiga qarab yasalgan mebel. Alohida e'tibor beramiz. Divandan boshlaydigan bo'lsak 210 ga 170 matras razmer. Matras 100 dollarlik ortopedический matras. Endi mana bu tomonlari klient xohishi mo'shi zamishdan mashalkali qilib yasalgan. Mana bu tomonda bitta svetilniki bor, soatlik. Endi hozir buni ulashga sim yo'qligi uchun klient o'zi ulab qo'yadigan bo'ldi. Xo'sh, divanda bosh tomonga keladigan bo'lsak, buni rangida tanlov bor. 5-6 xildan ziyod. Kimdir pardamga tushsa, pardaning rangi ham moslab qilib berib olamiz. Endi trimosga keladigan bo'lsak, trimosi mana bunday holatda. Uchta tortma hamda mana buni orqa qismida svetilniklari bor. Keyin ulab olishlaringizlari. Shkaf razmerga bo'lgan, mana bu eshikda qolgan razmerga bo'lgan. O'zi aslida buni razmeri 230 bu sal kichikroq bo'lgan varianti. Buni ichki holati klient xohishi. Ichki holatini kimdir bir tomonini polka, bir tomonini yashilga qilsa, kimdir boshqacha fikrda bo'ladi. O'shaning uchun ichki holati klient xohishi. Mebel rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Xo'sh, bizning adres Jizzax shahrining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun 95 kodi 226 notor to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Mebel 150 km dastavka uстановkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda